Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Ikkining iflos. Bo'ladi amsa. Kimning iflosligini qonun ayirsin. Shahar boshlig'i menga qonun orqali huquq silyotdi. Men bo'lsam, olli burun kelmoqchi bo'lgan mudhish kunlarga tayyorlik qilib bo'lgan edim. O'zining hayvisini ko'rsaman deb, o'zi lat bo'lgan boshliq qizining rasvoligiga xijil bo'lishdi yo'q, faxrlanish kerak. Afsus, uning rasvoligidan men jinimda uning bilan tonish bo'lganligimdan nomus qilatdim. Qonuniy asosda o'zimni oqlashga tasdiq qiladi ekan. Advokatning aytishicha, Muratni topgan taqdirdimi Oygul bilan ajrashganlik isboti yolg'on chiqadi ekan. O'zimni qo'sh nikohlik bo'lgan javobgarligimdan qochirolmaydi ekanman. Shunlashqa Muratni izlashni qo'yib turib, ajrashganlik isbotining ishi bilan dadam yurtga berib keldi. Afsus, isbot qo'limizda bo'lsa-mu, xalq ishlar o'rnidan ko'tiga chiqmadi. Ularning aytishicha, Oygul bilan ikkimiz hozirmi qonunliq er-xotin ekanmiz. Oldimda ikki yo'l turadi. Biri Oygul bilan yarashib olish. Fursat kelganda uni qo'yib o'tib, ozodlikka chiqish. Yana biri sudning hukmini kutish. Balkim turma azobini tortish bo'lsa kerak. Shundoq azobli kunlarda bir xush xabar keldi. Shamsiyada haqiqatan heliq kasal yo'q bo'lib chiqdi. Bechor Shamsiya mening o'shimga kelmaganimni ko'rib, o'zining shuncha azobini yengib, menga qargan ekan. To'y kuni uning bu mahbiti boshqalarga oshkorlanib, uning azobi texmi oshgan bo'lsa-mu, o'ziga bo'lgan ishonchi o'zining pok ekanligini isbotlagan edi. U hushiga kelgandan keyin cho'nglarning hamrohligida maxsus belgilangan o'ringa berib, o'zining kesilini tekshirtgan. Tekshirish natijasi uning pokligini isbotlagan edi. Uning bu ishlarni anglaganimda uning bo'lgan muhabbatim texmi oshdi. Uning uchun pokligimni saqlab, turmada yetishga rozi bo'ldim. Oygul pat-pat telefon urib, psixikamga hujum qiladi. Uning deyishicha, men bilan to'y qila olasizlar, barliq ayiblash materiallarini qaytarib oladi ekan. Hattoki to'yning ertasi nikohdan ajrashsam rozi ekan. Ammo buningga ko'nmasam, bordigan joyim turma bo'lamish. Advokatim o'zining sudda yengishning bakmi tasligini aytib turib oldi. Uning aytishicha, men Oygullarning talabiga ko'nmasam, 1 yil atrofida turmaga qamalg'udakman. Balkim 1 yildimi uzun bo'lishi mumkinmish. Mening ularning talabiga ko'nmasligim qarshi tarafni jila qildimi, aytavur saqchilar meni avor qilishga boshladi. Kesilim saqaygandan keyin men tutib turilishim kerak ekan. Shamsiyaning dadasining yuzimi cho'nkan. Ular qancha qismi sud ichilg'uchi bo'lgan orliqda meni kepillikka elib oldi. Qarashimcha, Oygulning uyidagilar bilan bu boshliqning ziddiyati bak keskin bo'lsa kerak. U meni bazlab. Xotirjam bo'l o'g'lim. Men hayotli bo'ldikanman, seni boshqalarga bo'za qildirmayman. Uning aytishicha, sud ichilgan taqdirdimi mening ishimni to'g'rilab qo'yganmish. Bu gaplardan ko'nglim ozroq xotirjam edi. Biroq advokatimning aytishicha, qutulib ketishim tasga to'xtaydi ekan. Ba'zida onam yig'lab turib, turmaga kiradigan ishing bo'lsa, menmi biriga akirgin. Bo'lmaydi ekan, Oygulni bir kunlik xotin qilsang, nima yamali? Keyin yana ajrashib kelsang bo'ladi-ku, deydi. Ba'zida turmaga kirishdan o'zimni qo'rqib qolardim. Shamsiyani o'ylasam, irodam chanib qoladi. Balkim men Shamsiya bilan Oyguldan iborat ikki oilaning ziddiyat chambariga o'tirsa kirib qolgan o'xshayman. Har ikkil taraf chambarak afsona o'qib, o'z tarafga chaqirib, hech holimni qo'ymaydi. Sud echilishga bir kun qoldi. Kutib boqay. Ata nima ishlar bo'ladi? Hayvatlik sud maydonida sudga qatnashaman deb o'ylagan edim. Afsus, yondagi kichik zalkan. Kinolarda ko'rgan sud maydonidan asarmi yo'q. Bu holat ko'nglimga ozroq tasalli bo'ldi. Chunki jiddiylik pasaydi. Shamsiyaning dadasi va Oygulning dadasi sudga qatnashmadi. Shamsiya bilan Ro'shangul guvohchi bo'lgani uchun sud maydoniga kirgizilmadi. Javobgar o'rinda men advokatim bilan, qarshi tarafda Oygul advokati bilan turadi. Pastda bo'lsa onam,
Şemsiyaning opisi va bir qancha urug' tuqqan do'st birodarlar bo'lib, Oygul tarafdan biroz ko'rinmaydi. Sotchi sot boshlanganligini e'lon qilib o'tgandan keyin sot tartibini tushuntirib qo'ydi. Oldi bilan Oygulning advokati arznamani o'qib o'tgandan keyin sotchiga talabini aytib o'tdi. Sotchi apandim, bugungi sot ikki odam o'rtasidagi oddiy haq talab delosi bo'lmasdan, balki jinoiy jazo o'lchinishga loyiq qo'sh nikohlik bo'lish, yolg'on isbot yasash delosi. Men sotdan hozircha sotni to'xtatib, hozirgidek kengashma sot etishni jinoiy ishlar soti etishga o'zgarishni talab qilaman. Bo'lmaydi ekan, men hali qurultiyiga sunaman. Sotchi shundoq debla arznamasini sotchiga yetkazdi. Hozirgi talabni men munosabatli rahbarlardan yo'l yo'riq ilib javob beray. Bosh sotchi shundoq deb sotni qisqa muddatlik to'xtatib chiqib ketdi. Advokatimning aytishicha, qarshi tarafning talabi yo'lliqgan. Şemsiyaning dadisi yo'l mengib, sotni mushundoq echishga o'rlashtirgan bo'lib, qarshi taraf norozilik bildirmagan bo'lsa, bizga foydali bo'ladi degan. Afsus, qarshi taraf mening jazolanishimda ching turishi kerak. Xeyli vaqt o'tgandan keyin sotchi qaytib kirib, norozilik arzining kuchga ega ekanligini. Shunglashqa sotning to'xtab, keyin boshqadan sot echiladiganligini uqtirdi. Uning aytishicha, taftish mahkamasi ayblagan asosda sot echilgudak. Bu gapni anglagan onam sotni beshiga kaydi. O'zin oliy janob ko'rsatsa ovozligini bilmagan bolam. Insultonga o'rnivasi yalmavozligini bilmagan bolam. Jinning oldam xalsiga tushgan bolam. Voy jinim bolam. Ichimda kulgim keldi. Onamning yig'isimi odamni kuldirdi ekan desa, Oygulga qaradim. Onamni berib chichidan olmasin dedim-o, qechib chiqib ketyotdi. Tuyuqsiz Şemsiyalar sot maydoniga kirib keldi va uni oldin to'sib. Aldirab qochaman dema Oygul. O'zing o'yinni boshlab qo'yding. Men o'yinga butun ishtiyoqim bilan kirishib ketdim. Meni o'yindan tortib chiqarman degichi bo'lma. O'yin ikkimizning birimizning halokati bilan oxirlashidi. Dadangga aytib qo'yishni unutma. Akangning sotida menmi bor? Şemsiyaning buncha yomonlashishini ko'rib boqmagan ekanman. U Oygulga qo'qoq silyotdi. Oygul Şemsiyaning gapini anglab tatirib ketdi. Ilg'o o'shlakan, o'lsam sizlarni maqsadinglarga yetkazmay o'laman. U Şemsiyani ittarginicha chiqib ketishga urindi. Şemsiya o'rnida texim ching turib, Sen-go o'zingning itmijozi uchun hammani qurbon qilishga rozisan. Ammo dadangdan so'rab baq. Sotga chiqishga petin olam ekan. Men guvohchi bo'lish salohiyatim bilan bilganlarimni sotda aytish huquqim bor. Bugun sotni buzib o'zingning yuzini saqlab qolding. Afsus, keyingi sotda yuz kerak bo'lmaydigan o'zingga yuz obro'yni deb bolalarni sotalaydigan dadangni birga elib kelasan, dedi va Oygulni endi kassang bo'ladi degandek yo'l bekorladi. Oygul tunji qitim qo'rqqandek qiladi. Uning mijozicha bo'ldi qilish deganni, yo'l qo'yish deganni bilmaydi. Şemsiya yo'l berganidan keyin beshini yo'giginicha sot zaldan yugurib chiqib ketdi. Şemsiyaga bo'lgan qiziqishim oshdi. Uning Oygulni qo'rqitqidek biladigan ishlar nimadir? Şemsiyaning uyiga qaytib keldik. Uning dadisi uyda saqlab turgan ekan. Sotda bo'lgan ahvollarni uqqandan keyin o'ltirib ketdi va Şemsiyaga qarab, Qizim, o'zingni tutib ol. Boshqalarning aybini echish yaxshi ish emas, qizim. O'zingga mosat bo'ladi. Tushunmaganlarmi seni xato tushunadi. Ishlarni men qo'yib ber. O'zim hal qilaman, qizim. O'g'lim, sen mo sabr qilgin. Ishlaringni cho'qim o'ngshayman. Sotning buzlig'ini mo bir hisobda yaxshi bo'pti. Balkim mush jarayonda bir isbot topilib qolsa ajab emas. U shundoq deb turadi, uyga ikki soqchi kirib keldi. Hammamiz qarab turibli qilishdik. Ulardan biri, Shakirdiginglar qaysinglar? men. Qonun bo'yicha seni tutib turamiz. Mana bu taftish mahkamasining qo'lga ilish tasdig'i. Qo'l qo'y. Sonulgan qog'ozni taslikda oldim. Titrab turgan qo'llarim bilan qo'l qo'ydim. Uydan yig'i ovozi ko'tarildi. Qishdagi sovuqni ko'rman deydi ekansan, tutib turish o'rniga kirsang bo'ladi ekan. Jonni og'udek sovuq butun badnimni o'rib oldi. Hozir degan 10-joy. Birinchi kirsa qandoq bo'ladiganda? Sovuqning dastidan
O'zimning holini o'ylashqimi cho'lam yo'q. Mendek janubda issiq uyda orzuliq cho'ng bo'lganlarning holiga voy. Bu jarayonda bir qancha qitim so'roq qildim. Qarasam, soqchilarning maqsadi qo'sh nikohlanganligimni isbotlash bo'lsa kerak. Ayta, nima deb Aygul bilan ajrashmay turib, Shamsiya bilan to'y qilding? Sening Aygul bilan ajrashmaganligingni Shamsiya bilamdi yo'q? Aygul bilan ajrashgan. Ajrish rasmiyatini Aygul o'zi bijiribdi-kan. Men shundoqli deydim. Soqchilarning aytishicha, Aygul ajrish rasmiyati bijirmabdi-dek. Mening ajrish talabini qo'yganim bu yolg'onmish. Ajrashmoqchi bo'lgan odam nima uchun birga berib rasmiyat bijirmagan degandek gaplar bilan arz qilibdi-dek. Buningga guvohchi bo'lib shahar boshlig'iga isbot yezib berganmish. Shunlashqa jinoyatimni aniqlatish uchun iqro qilishim kerak ekan. Chunki jinoyatimning dalil isbotlari to'liq. Ajrish xetini mening yolg'ondan yasaganligim. Yolg'ondan doktorning tekshirish isbotini yasaganligim. Yolg'on to'y xeti bilan qo'sh nikohlik bo'lmoqchi bo'lganligim ish qilib jinoyatim ko'pgan. Keyincha so'roqda gap qilmay o'ltirib oldim. Ularning savoliga advokatim javob bersin deb sukut qildim. Kunlar o'tmoqda. Soqchilar isbot elishni to'xtatmadi. Biroq so'roq javobsiz. Dugduyib sovuqdan saqlanayotgan bir kuni men yotgan kamerga bir akirildi. Uning talati shuncha qo'rqinchli. Ehtimol jahon kezdilardan bo'lsa kerak. Talatidan yaxshi odam emasligi chiqib turadi. U yotoq kirib, yotoqdagilarga obdan bir qarab chiqqandan keyin mening oldimga kelib, Shokir degan sen-ku deyman. "Shundoq, bir ishing bormi?" Ishim bor. Ishim bo'lmasa men bu yerda bo'lmaydim. Kecha-kecha bilib qolasan. U javobni kutmay o'z o'rniga cho'mkaldi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.